Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur tarixidagi tunji qitimliq erkinlik lo'nqisin talish musobaqasi 27-iyul Gollandiyaning Danha shahrida g'alabalik boshlandi. Yevropa tuproqlarida yashayotgan mingga yaqin Uyg'ur o'zaro quchoqlashdi. Her qaysi komandalar alqış sadaları içinde ayıl tuzluq kök bayrağını götürüp hayacan ilkidin meydanga kirip geldi. İstiqlal marşı oquldu ve vatan işçi sırtıdaki şehitlerinin ruhuğu sükut bilen hürmet bildirildi. Dünya Uyghur Kurultayı rehberlerinden Samet Abla Efendi Uygurlarının manevi anısı Rabia Qadir Hanım'ın salımını yetkizdi. Amerika'da turup ziyaretimizni qabul qilgan Rabia Qadir Hanım polchi balalarımның urgan her bir topi Xitoyga berilgan zarba Uyg'ur xalqimga bir ilham deydi. Dağıqda ötküzülüyotgan Uyghur yaşlarının tuncu növbetlik erkinlik lo'nqisini talashish futbol musobaqasi bugun 3-kuniga qadam qo'ydi. Musobaqa plan bo'yicha intayin radlik, qiziqarliq va yuqori kayfiyatda davomlashmoqda. Biz bu arada musobaqa maydonidagi azimatlar, mashqavul va havaskorlarni telefon orqali ziyorat qildik. Ular birdek bizningmi Uyg'ur topchilardan tashkillangan bir kasbiy komandamiz qurilgan bo'lsa ha degandek orzularini bayon qilishdi. Birinchi kuni Gollandiya bilan Norvegiya, Shvetsiya bilan Belgiya va Amerika bilan Germaniya komandalari tutishgan edi. Gollandiyadagi Uyg'ur Yoshlar partiyasi komandasi birga qarshi 2 natija bilan Norvegiya Uyg'ur komandasini ufitgan. Shvetsiya Uyg'ur komandasi birga qarshi 4 natija bilan Belgiya Uyg'ur komandasini, Germaniya Uyg'ur komandasi bo'lsa 0 ga qarshi 1 natija bilan Amerika Uyg'ur komandasini yengan edi. Uyg'ur yoshlarının tunji navbatlik erkinlik lo'nqisini talish futbol musobaqasining 2-kuni Gollandiya bilan Germaniya, Amerika bilan Norvegiya, Fransiya bilan Belgiya komandalari tutishdi. Gollandiya komandasi 2-ga qarshi 4 natija bilan Germaniya komandasini yengdi. Amerika bilan Norvegiya 1-1 tanglashib qoldi. Fransiya bilan Belgiya 1-1 natija bilan tanglashib oxirlashdi. 3-kuni Gollandiya bilan Amerika, Germaniya bilan Norvegiya, Shvetsiya bilan Fransiya Uyg'ur komandalari musobaqalashdi. Mazkur musobaqa dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarga iftixorlik, umid va ishonch tuyg'ularini ato qilgan. Her qaysi davlatlardan erkinlik lo'nqisini talashish musobaqasiga kelgan Uyg'urlar 28-iyul Gollandiyada turishli Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilib Xitoyning 18-iyul Xotan voqeasidagi zo'ravonligi va Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatiga qarshilik bildirdi. Namoyishchilar boshdan oxir shiorlar to'lab, o'zining Xitoy diktatorlari va tajovuzchiligiga bo'lgan noroziligini ifodaladi. Dünya Uyghur Kurultayı Yoshlar Komitetining boshlig'i G'ayur Apandi va Gollandiyadagi ommaviy tashkilotlarning yetakchisi Sodiqjon Salay apandilar namoyish va faoliyat haqida fikr qarashlarini bayon qildi. 26-iyul Germaniyadagi Uyg'urlar 18-iyulda yuz bergan Xotandagi qonliq qirg'inchilikqa norozilik bildirish yuzasidan Myunxenda yana bir qitim namoyish o'tkazdi. Namoyishni Dünya Uyghur Kurultayı, Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkiloti, xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Tibet tashkiloti birlikda uyushtirgan. Bu xildagi namoyishlar yana 7-oyning 24-kuni Turkiyaning 3-cho'ng shahri Izmirda, 7-oyning 27-kuni Ozarbayjon poytaxti Bakuda o'tkazilgan. İzmir'deki bu namoyishni Ko'k bo'rilar yoshlar tashkiloti uyushtirgan. Bakudagi namoyish Xitoyning Bakuda turishlik elchixonasi oldida o'tkazilgan bo'lib, namoyishga Ozarbayjondagi bir necha partiya tashkilot a'zolari qatnashgan. 25-iyul mərhum Kurash Kösen tug'ilganligining 52 yilligi munosabati bilan Shvetsiyada yashayotgan bir qism yoshlar o'zligidan tashkillanib, Shvetsiya Uyg'ur komiteti mas'ullarining amraligida mərhumning qabrisini yo'qladi. Qabri yo'qlash jarayonida mərhumning ro'yiga atab Qur'on qiroat qilindi va mərhumning hayoti tunishtirildi. Mərhum Kurash Kösen apandini Qozog'istondagi vaqtidan tartib taniydigan va faoliyatlarga ishtirok qilgan hozir Shvetsiyada yashayotgan Yusuf apandi mərhumni eslab o'tdi. Vakalatsiz Millatlar Tashkiloti 25-iyul bayonot e'lon qilib, Xitoyning Xotan voqeasidagi bostirish harakatini aybladi. Bayonotda mundaq deyildi: Sharqi Turkistonning Xotan shahrida 18-iyuldagi qonliq voqeada 20 kishining o'lganligi ilgari surilyotdi. Ammo Xitoy taraf voqea haqidagi uchurlarga cheklama qo'yib, voqeani o'z muddaosi bo'yicha tanishtirishga urinyotdi. Bayonotda Xotandagi voqea ustida mustaqil tekshirish olib berilishi kerakligi ta'kidlangan. Rabia Qadir Hanım Xotan voqeasida qo'lga olinganlarning taqdiridan andish qilmoqda.
Ma'lum bo'lishicha, Xotandagi voqea shahardagi Xitoylarning tijoratiga og'ir ta'sir ko'rsatgan. Muajiratdagi Uyg'urlar o'zlarining ishchanligi, intizomchanligi va durustligi bilan o'z davlatlaridagi yerlik aholilarning qizg'in quchoq etishiga va izzat hurmatiga erishib kelmoqda. O'tgan hafta Pokistonning Rawalpindi shahridagi bir cho'ng bozorda o'tkazilgan tijoratchilar uyushmasining rais saylimida G'anijon Ro'zi ismli bir Uyg'ur raislik saylangan. G'anijon Ro'zi Uyg'ur elining Bo'rtala shahridan. U 1982-yili 12 yosh vaqtida ota-onasi bilan birlikda Pokistonga ko'chman bo'lib kelib yerlashgan. U bu jarayonda Rawalpindidagi tijoratchilar orasida hurmatga erishgan. Bir oy davom qilgan saylan faoliyati to'g'risida Umar Uyg'ur vaqtining mas'uli Akbarjon biladiganlarini bayon qildi va G'anijon Ro'zini tabrikladi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.